Uçakda çırarak görüşmemiz ya. Makul yapılarım yaxşı gün olamız şu mu? Ha? Makul. Makul. Maqsam çaşpak aybat ya. Bugün men sizlarga Xeymegi restorandagi ishlarni tafsili tushuntirib qo'ymoqchi. Bir toz yurak besib qo'yinglar, ha? Bo'lsa. Uzmay afkam. Qanday yaxshimi? Bugün maç Xeymegi restoran to'g'risida qarashmoqsan qanday bo'ladi? Bo'ldi. O'tirmayapsiz. Hozir mendaq bir ishlar ekan, shu Xeymegi to'y qilsak bak qimmatga. Bak qilg'imiz bor aytgan ekan. Bak qilg'imiz bor, to'y qilsak bak chiroyli chiqadi ekan, suratga olsak, uchta egiz bo'lgan ekan. Aniga to'y oylanish maç Xeymegining dibasini qilsak, to'yni maç restoranda qilsak, ular ekan to'xtaganlar bak chiqqan, lekin nurg'a odamlar qimmatga degan gap so'zni bak taqib chiqibdi. Men sizlarni olsam, hozir 3 ming ekan-ku cho'nglar. 3 ming qo'y, qimmat emas. Qimmat emas, 3 ming, ammo restoranda 3 ming ekan asosan. Aniga yoshlar to'y qilib Jozef qilsak 398 qo'y. 398 dan boshlandi tavsiyasi. 398 dan boshlandi degan gap. O'zining ehtiyojiga qarata tanlasanglar, tanlasa bo'ldi. Mana qimmat emas ekan-ku. 3 ming qo'y, kunduzlik to'y qilib qolsanglar. Bunda olib qolsam, bunda dakachilar bor, kelib daka qilib ketsizlar, qiz yigitlar. O'g'il miyada o'tirib, qiz bola miyada o'tirib, rasm tushib qolganlar qanday payz chiqirga. Men shuni ko'rsam afkam, ustim shunda aqsa chiroyli chiqiljimonlar. Ham umrda bir bo'lgan to'y bo'lgandan keyin mushtarak restoran qilsak yaxshi deb o'ylayman. Unda bo'lsa men sizlarga ichini bir ko'rsatib qo'yay. Ba bilmaganlar, restoranni ko'rmaganlar, tafsili bir ko'rib olinglar. O'shaninki bahosini, qanday mulozimatning borlig'ini, muhitini bir bugun sizlarga tafsili ko'rsatib chiqay. Ishdan kirgandan keyin cho'ng zalga kiramiz. Hamda udoldi sizlar qarab turgan bo'lib qolsam, shu qiz yigitlar umrda bir bo'lgan to'yni o'tkazdigan, ayvat jo'zi shu. Ayrimlar o'ltirdi jumonlar yerda. Aniki men jo'za, hamda hozir restoranning ichida 35 jo'z bor ekan. 35 jo'z bo'lgan bilan bilak restoranda o'ltirsak, bir jo'zga 10 odam patimiz. Hamda ma restoranning jo'zi qarsam cho'nka. Men sanab baqdim-ku 15 odam o'ltira oladigansizlar. Ma restoranning 2 tal jo'z o'ltirsanglar, boshqa 10 odam patadigan jo'zi var restoranning 3 tal jo'z o'ltirgan barobar bo'lgansizlar. Aniki men muhitini ko'rib baqinglar. Mana chiroyli, mayli tozlik uyi olsun, mayli ichining muhiti olsun, egizligi olsun. Masalan, chash qo'yib qolsanglar, shunda payz chiqadi. Salutlarni olsanglar payz chiqadi. Suratga olsanglar payz chiqadi. Hamda mushu 35 jo'zi bor. Har bir jo'ziga 15 dan odam o'ltira oladigan mushu restoranda to'y qilsanglar kunduzligi faqatlam 3000 qo'yga cho'nglar to'yi. Aniki yoshlar to'yi jo'z deb qolsanglar 398 qo'ydan boshlandiga 10 xil say chiqanda. 9 xil say chiqdi. 9 xil say chiqibga bo'ldi. 9 xil say mat jo'z liq to'shidi valla. Ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ham umrda bir bo'lgan to'yni mushtaq restoran o'tkazib 398 qo'y xashlab qo'ysak bir jo'ziga arziydi deb o'ylayman, chunki o'zimizning og'irlari bo'lgandan keyin bilan tomoqlarni chiqarsak, bosim azar o'rildigan gap. Aniki men ish tarafda sizlarningki to'y kundagi shipininglar chiqadi. Men ish cho'ng ikram bor. Aniki tumanlar chiqadi, naqshchilar bor. Aniki mishada to'y qilib qolsanglar polo o'ydigan ustam deymiz. Barliq narsalarni mushu restorandan ta'minlab berdik. Tomoq to'shiydiganlarni o'z apkasi bo'ldi degan gapmi? Tomoq to'shiydiganlarni o'z apkasi bo'ldi. Aniki bizning restorandan ta'minlaydiganimiz naqshchi. Aniki polo o'ydigan ustam bilan qattiq adimiz bor. Ash polo o'ydigan ustam bir ko'rib baqilmi? Bo'ldi. Mush Xeymegining restoran to'y qilib baqqan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, Inkas rayonga to'yni tushga rasman bir yo'llab qo'ygan bo'lsangiz ko'rib baqilay. Endi ma bo'lsa, Bo'shan rayoni jumolar birinchi qavatda 5 tal Bo'shan va bu ham shunday chiroyli. Mana daka qilgan yerlar va endi matarab kirsa xo'tan kirganmiz. Unda bo'lsa biz mush Xeymegi restoranniki xo'tan sizlarni tanishib chiqilay, ustamlarni ko'rib baqilay. Mush ustam poloni italamni itamamni bir paranch baqilay. Qanday qanday ustam bormi? Ne çıkınlar ustamlar? Vekilim. Kasını çoğun şagit, kasını küçük şagit. He? Çoğun şagit. He, ekmeğe beş ne? Siz çoğun şagit. Vay zütüme şeyiniz gibi. He, bunun ikincisi kim o? Baş ikincisi. Mavcu. Üçüncüsü, marketinçisi. Üçüncüsü. Sılı. Arşo diyen kanda işkinci kolma? Arşo demeyimiz mi? İşkincisi deyimiz. Sılı birincisi. Hemse hazır alsam mı şu Xeymegi restoranında polo sılı çesta etik Allah. Toyup kalsa yaksız etimiz mi? Ya toyu okucunun bir işkiz koy. Bayasılma polo etken deyimiz mi? Demeyimiz bu ya. Kündüz toy qilib 3000 koy. Şunun içinde sılı polo etiş hakkıları, şadki barliq ishlar, tağma etip bilishleri, polo etip işleri yaxsız. Çaqçaq emas ya? Çaqçaq emas. Yaxsız debaslam sen anlayın. Yaxsız. Baş ustam etib kelsa, tağmen polo bütünlüğünü etib bersə, bir moçan pul almaydı ki. Maqul yapılarım yaxşı gün olamız şuma. He? Maqul. Maqsam çaşpak aybat ya. He, onda olib qalsa xotanım ko'rib bo'ldi. Shu Bo'shanning gipekki Leyli hamda. Mana shu nurg'un do'stlarimiz Bo'shan kirsak shopi bor ekan. O'rka deydi. Shopi yo'qdi. Yaxshi shopi yo'q. Mana shu filmni yollaymiz. Bugundan boshlab, mana shu film chiqqandan boshlab, shopi qilmasang, majbur yetmasa, o'ltasang bo'lmaydi deb qilib qolsa, meni izdanglar. Qanday bo'lamdi? Bo'ldi. He. Uçakda chiroyli ko'rishmaymiz ya. Bo'ldi. Shopi yo'q a? Shopi yo'q. Eng cho'ng Bo'shan ajadan patada. Eng cho'ng Bo'shan 50-60 adam patada. Maslahat joyi. 70 adam patada. Ashta qadam o'tirib baqdi. Ha, o'tirib baqdi. Shirkat yig'ilish deymiz, andan keyin maslahat joy deymiz. Bir tarafdan qilgan yoki ikki taraf bo'lib qolsa mandi. Bizning og'aylarimiz oz deganda bo'lib qolsa, andan keyin bir faoliyat qilgan bir shirkatniki o'rlashtirish ekan. Maslahatning deymiz degandek ashlam kip o'tirdik, urug' tuqqanlar shular o'tirib baqdi 70 adam bet baqdi anga. Unda olib qolsa, Kilerksan ko'rishaylik. Kilerksanda yana Xeymegi restoranniki biz maqatim so'zlamagan
yangiliklarını sözləyimiz. To'y qilishal turayotgan do'stlar bo'lib qolsa, mana shu xaymiga restoranni qilsam bo'larki, ba'zi qimmatga deb o'ylashayotgan do'stlar xotirjam kelsanglar bo'ladi. Yoshlar to'yining bahsi muvofiq bo'lib ketibdi. Cho'nglar to'yining bahsi muvofiq ketibdi. Bo'shanlarga o'tirib qolsanglar hech qanday javobi yo'q-ku. Endi bu shu cho'ng bir ish to'y deganni, mushni mana yangilik cho'ng restoranlarni qilsam bo'larki degan do'stlar, mana shu shaxslar aloqalashsanglar bo'ladi hamsi. Andikin bizningki mashina to'xtash maydonida kerak. Alkari, Kechki to'yda xotirjam mashina to'xtash maydoni to'xtash ketganmi, u bo'dimsi xotirjam kes bo'ldi. To'y mashinalar kelib qolsa bemalol kelib, ketib, to'yni boshlag'icha debakir o'ynab turamya. Bo'lsa, jo'z zakaz qilishni biroz qilib beramsiz. 182 99 99 03 93. Baqılamsizlar sizlarni xaymiga restoran saqlaymiz. Ma cho'nglarimiz bek topolmaydi ekansizlar. Jinim tuqqanlar. Oldiga chiqili, bo'lmadi bu. Oldiga chiqili. Xaymiga restoran desak ma cho'nglarga bek yangilik to'yib ketdiki, bu restoranning o'rni ne degan chaqda ma cho'nglar diqqat qilib qaranglar bo'lsanglar, Qartashdagi non bozorini bilasizlar. Mush Qartashdagi non bozori minish yo'lida qarasanglar ko'rishlar. Mana xaymiga yan qo'yting. Yan tarafida mush yoshlar biladi, bolalarlar biladi, xaymiga degan diba nada deb so'rsanglar, chuqum bolalaringlar deb birdi. Dibaning yenida restoran. Ma tarafga kelsak, ilqi Do'xu Xavting restoranning keyinida ma Chimentog va shu shahar tashqi aylanmalar joylashgan restoran. Keyin tarafida Chimentog va ko'l va Qartash tarafga o'tsanglar ko'rishlar restoranni. Amsa, mana shu to'y qilsak bo'ldi degan do'stlarimiz sizlarni misha saqlaymiz.